Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, fidoyi o'qituvchilar hamda jonkuyar murabbiylar. Ustoz degan sharafli nomni ulug'lab kelayotgan yurtimizdagi barcha insonlarning umumxalq bayrami o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Bugun yurtimizda juda ko'p xayrli ishlar bo'layotganini hammamiz ko'rib, kuzatib, bunday yaxshi kunlarning ishtirokchisi bo'lib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan mamlakatimiz taraqqiyotining yangi pog'onasiga ko'tarildi. Bunday ezgi sa'y harakatlar qatorida ta'lim tizimida ham katta tarixiy voqealar bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlardan xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz juda ham mamnun. Albatta ustoz haqida shu kungacha ko'p va xo'p gapirib kelayotgan bo'lsa-da, uning hurmatini joyiga qo'yish borasida shu kunga qadar amaliy tashabbuslar bugungidek keng miqyos kasb etmagan edi. Endilikda yangi konstitutsiyada o'qituvchining jamiyatda tutgan o'rnini yuksak darajada e'tirof etilib, muhrlab qo'yildi. Oxirgi bir necha yillardan beri ta'lim sohasi xodimlarini jamiyatdagi mavqei butunlay o'zgardi. Pedagoglar maoshi bir necha marta oshdi va yana oshadi degan umiddaman. Bu esa millat farzandlariga oq va qorani o'rgatadigan, ularga qalam tutqazib, ta'lim tarbiya berayotgan ustozlar ko'nglini yuksaklarga ko'tardi. Orzulariga qanot berdi. Ustozlik maqomi juda ham oliy saodat, ilm va ma'rifat yo'lida bizga saboq bergan, hayotda o'z o'rnimizni topishimizga ko'mak bergan muhtaram ustozlarimizni doimo e'zozlaymiz. Aziz ustozlar, o'zim va Xorazm viloyati Urganch shahar Milliy tiklanish demokratik partiyasi barcha deputatlari nomidan tabriklab, sharafli va mas'uliyatli kasbda sobit qadam bo'lgan aziz ustozlarimizga kuch-quvvat, ilmu, irfonlarida yanada ziyoda bo'lishini tilab qolaman. Yosh avlod tarbiyasi yo'lida qilayotgan mehnatingizni samarasini shogirdlaringiz yutuqlarida ko'rishingizni istayman. Barchangizga sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin ustozlar.